Mana biz mana yo'ldan pastga tushyapmiz. Kichikcha mana. O'rmon jimjit. Salqin. Archazor o'rmon. Havosi shunday zo'r, toza, hidi. Duhilarni hidi yo'lda qolib ketadi. Приятный shunday. Bitta yo'l qilgan. Bu yerda oldin otda yurib chiqilgan endi. Mana shu dengizdan bir tunnel bormishda, shaharning ichidan chiqaymish Alanyani. Shunday tunnel qozilgan deydi, eskilar shunday qozgan ekan. Kemalarda kiygan va qaroqchi-maroqchilar tunneldan chiqib ma'marda qilib, supacha qilib joy qilganda bu yo'l qilgan shunday. Kimlar qilgan bo'lsa endi Sulton Sulaymonni oldin, Usmonlilardan oldin birinchi turkmanlar kelgan bu yerlarga Saljuq davlatini bostirib kelganda she'rni olgan ekanda. Sulton Alauddin deydi. Sulton Alauddin Alayi deb ketgan. Sultonni otiga qo'ygan bu shaharni. Alayi Alauddin shahar, Sulton Alauddin Alayi deydi. Alanya bo'lib ketgan keyin mana xuddi Islom bo'lgan, keyin Istanbul bo'lib ketgan deydi. O'sha kishining davrida qilinganmi? O'sha kishi xristianlardan tortib olgan bu Alanyani. Birinchi Konyani bosib olgan turklar. Keyin Alanyani bosib olgan. Qishda bu yoqqa kelar ekan. Mana bizda qish bo'lmaydi-ku. Qishda bu yerga kelar ekan, yozda Konyaga ketar ekan. Qishda bu yer chiroyli bo'ladi. Mana shunday supada qilib terdirganman toshlarni ustiga qo'yib. Mana shu ham eski yo'l. Ot bilan yurib chiqqanmi, eshak bilan yurib chiqqanmi? İşte yurib tepaga chiqib, shaharga chiqib ketiladi, lekin ana shu yerda boya kemalar turadigan joyi bo'lgan oldindan chiqsa ko'rsataman. Pastga bir 5 metrlardek bir zina bilan aylanib tushib, bir kiruvdik bir kelganimizda. G'orga o'xshagan narsa bor. Ana shu yerda tunnel bor ekan. Hozir ham bor shu tunnel deydi. Birov yuraman, yerdan yurmayman. Tunneldan kirib, shahar ichidan chiqqan ekan. Askarlarmi, kimlar? Maxfiy odamlar. Pastga tushoy, keyin ko'rsataman. Dengizga tushyapmiz. Kichikcham bilan pastga tushamiz.